Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, доброго здравия, дорогие друзья. Azizlar, bugun 8-mart 2025-yil shanba Toshkent shahri Qoraqamish dahasidagi katta qush bozoridaman. Ismim Asabim Nurmuhammad Isroil. Bugun sal chetroqdan tasvirga olmoqdaman, chunki asosiy kiraverish ancha gavjum. Дорогие друзья, сегодня 8 марта 25 год, очередное субботнее утро. Я нахожусь в Ташкентском птичьем рынке. Все спрашивают до сих пор адрес этого рынка. Город Ташкент, массив Qoraqamish. Это один из самых больших массивов. И здесь вот расположен наш знаменитый птичий рынок. Bugun Toshkent shahrida havo bulutli, lekin u darajada salqin emas, qorlar chekindi. Plus 7-8 atrofida hozir tasvirga olayotgan paytim soat 10 larga yaqin qush bozoriga mana kirib kelish arafasidaman. Bugun ham birgalikda tomosha qilamiz, qanday yangiliklar bor, imkon doirasida sharhlab o'tishga harakat qilaman. В Ташкенте сейчас погода пасмурная, но не совсем холодно, ну, плюс 7-8 сейчас за окном. И прогуляемся по рынку. Men kadrni ana kadr ham buzilmadi. Darvoqe bozor juda kengaygan. Mana shu tomondan yoymachilar, ya'ni yoyilgan mahsulotlar sotiladi. Har xil o'sha eski yangi meva bozori ham avjida. Mana endi hozir bu tarafga o'tib olish kerak. Mana shu taraflardan bir o'tamiz endi. Mana qush bozorining manzilini so'raydiganlar uchun тем любителям, которые часто спрашивают адрес. Mana shuni skrin qilib olsangiz ham bo'ladi. Kiraverishda bunaqa nonlar ham bor ekan. Somsele gelinlari so'qoq somsele. Kiraverishdan qushlar, o't qushlar. Qormaylar yigitlar. Assalomu alaykum. Bugun mushuklar chiqdimi? Bu nech pul ekan? 1 million so'm bu. Nomi nima mushukni? Scottish Strike. Parodasi. Bu yoshmi hali? Ha, 6 oylik. 1 million? Ikkalo bir xil anaqada. 1 million so'm ekan. Где-то $80. Bu ham shu narxi? 8 ming. Примерно 50 долларов. O'g'il bola. Uni shirinligini qaranglar. Bunisi qiz bolami? Qiz bola bu o'g'il bola. Rahmat yigitlar. Sog' bo'linglar. Bu tomonda. Va alaykum assalom. Islomidan qanday? Ancha bo'ldi ko'rishmagan. Qurt xayoldan ko'tarib pulni tushirib yuborish. Bervara. Ana bu Islomidan. Ancha yildan beri qurtlar bilan ta'minlaydilar. Kepay qurtlarda. Kuningiz yaxshi o'tsin Islomda. Sog' bo'ling. Xo'p. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana chiroyli ekan. Nima deb nomlanadi? Bengalskiy. Bu zotdor, ha? Ha, zotdor. Bengal mushugi deydimi? O, nara bu? Nar, erkak. Bu nech pul ekan? $300 so'rayapmiz. Bengal mushugi ekan, narxi 300 shartli birlik $300 просит. За бенгальского кота. Silasa bo'ladi? Bu sezyapti. Men boshqa onam silagan. Shikoyat qildi. Bu juda baland sakraydi. Yerdan mashinchaga ham ko'tariladi. Uyda qushlarim ham bor, lekin qushlarga tegmaydi lekin. Ha, o'rgangan. Uyingizda ochirganmisiz buni? Menga buni ham berishgan edi. Bunaqani ichi bozorda ko'rmagan ekanman. Nari, nar dedingizmi? Ha. Bu yana katta bo'ladimi? Hozir 7 oylik bo'ldi. 7 месячный. Qormay sizdagilar voy bularning shirinligini. So'qatmayaptimi bular? Ozgina so'yish. Bular qanaqa zot? Shotlands. Nech puldan bular? $200. Donasi $200 ekan, shotlandlar.
Bular oylik shekilli yo'q haftalik. 1,5 oy. 200 so'm. Shirin, mana ustiga ham yopinchiq kerak ekan-da bularni. Ha, hali kichkina. Shirin toylar. Rahmat sizlarga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Va alaykum assalom. Akvarium baliqlarini ham sharhlashimni iltimos qilishadi, lekin qadrli do'stlar, bu alohida yo'nalish. Men akvarium baliqlarini yaxshi tushunmayman. Bor yo'g'i ayrim paytlarda tasvirga olishim mumkin, xolos, yo'lma-yo'l. Mutaxassislar sharhlagani yaxshiroq albatta. Mana bu baliq nima deb nomlanadi? Oti nima? Ha? Ilanmasa kerak. 1 million so'm ekan. Nomini aniq bilolmadik-ku, narxini bildik. 1 million so'm ekan bu. Где-то долларов 80 просит. Chiroyli. Akvariumlar ham rosa ko'p chiqibdi bozorga. Bahor yaqin. Har xillari mana. Mana meni uyimda xuddi shunga o'xshash akvarium. Ya'ni burchaklari yo'q. Lekin bundan kichkina. Zo'r akvariumlar kelibdi. Mana burchagi yo'q. Bu kechirasiz akvariumlar sizdan-a? Assalomu alaykum. Bu oyna, plastik emas-da? Ha. Necha puldan bu akvariumlaringiz? Uzr endi ozgina chal. Bular 55 litrli, 560 ming so'm. 560 ming so'm 55 litrli. Bu 95 litrligimizda 900 ming so'm. ha, oynalari qalin, ha, yaxshi. Prozratsiya oynali. Endi mana bu narx ekan 560 qo'yilgan. Примерно 40 dollar ekanda taxminan. Примерно 40 долларов. А это где-то 600. 60. Bularni so'raganim yo'q. Buni o'zini diodli lampalari bor. Qani narigi tomonga ketdik endi. Ixtiyologlar meni ma'zur tuting. Lekin qalb ornitologiya sari oshiqmoqda. Baliqlar har doimgidan ko'p. Juda ko'p. Baliq bozori asosan o'zi Yangiobodda deyishardi, Toshkent shahridagi Yangiobod bozorida. Bu yakshanba kuni. Menimcha Yangiobodga baliq olib chiqadiganlar ham bugun qanchadir qismi shu yerga chiqqan chog'i. Mana bu taraf donxo'r qushlar. Qafaslar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Har xil qafaslar. Odamlar uyiga qo'ymasdan ham ursa bo'ladi. Chivitsalar. Assalomu alaykum. Kechirasizlar, uzr. Assalomu alaykum. Buxoro chittaklarning mana modalari. Bu nari emas. Bu bolta tumshuq, chichivitsa, chish. Şunlar mor ekan.
Assalomu alaykum. Qormang, yaxshi. Qo'lim uzib atrofim qoldi. Sog' bo'ling. Rahmat. Bo'lmasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Shunday. Yurish harakatlanish qiyin ancha. Mana tasavvur qilaylik, tasvirga olish qanchalik murakkab hozir bu nuqtada. Zaryanka bor ekan. Assalomu alaykum. Zaryanka qanchadan ekan? Zaryanka 100 ming ekan. $8 просит за зарянку. Mana bu qush qani topinglarchi, shu qushning nomi nima? Kichkina viktorinacha. Mini viktorina. Как думаете, кто это? Men nomini bildim. Viktorinani ham kuchga chiqarishdi. Agar eshitilmagan bo'lsa, ziyobliklar mart oyida juda chiroyli rangini oladi. Nech puldan ekan ziyobliklar? 30 ming. 30 ming so'mdan. $2 atrofi, примерно $2. Bu dala to'rg'ay nech pul bu? Bu ham 30 ming. Voy javrnik. Dala to'rg'ayi. Bu ham 30 ming so'm ekan. За него тоже просит $2 примерно. Tamam. Nega? Yo, endi jamoat joyida olyapman. Buni taqiqlangan joyi yo'q. Yo, sizni olmayapman, men kadrlarni olaman. Yo'q, yo'qman, endi onamni kutadi. Ishchalar. Qorani 200. Shuni savala. Bu egalarini topish ham qiyin ba'zida. Ammo o'zi bilasizdan, ha? Nech puldan? 350. Bu 350 ming so'm ekan. Где-то $30 примерно просит, 28-30. Bu yerda dehqon chumchuqlar bor, bolta tumshuq bor, ziyablik bor, ko'k chumchuq bor. Keyin mana bu qora tomoq zaverushka deydi. Juda ko'p uchraydi bizda. Gibridlar ham bor ekan. Qora shaqshaq. Bu tomonda ham hozir Sağ olun. Zaryanka bor ekan bu nuqtada ham. Abdurahmon Xormiy, yaxshi o'zingiz qalay? Dala to'rg'aylari, qora shaqshaqlar. Mayna ham bor ekan. Maynaning narxi bilmadim. Mayna nech puldan? 500 ming. Bolaligidan boqilganmi? Bolaligidan boqilgan, mana 700 so'mdan olingan. Ha. 500 ming so'm ekan. Ya'ni shama qoralarni eshitgan. $40 просит. За майну. Bu o'sha burungi plastiklar.
Baquvvat. Simlari ham zo'r simlar. Shu burungi ustalar yasagan yaxshi qafaslar. Hali ko'rganimiz qadrli do'stlar, olcha bolta tumshug'i edi, bunisi archa bolta tumshug'i. Maylimi shunday tasvirga oldik. Kechirasizlar, uzr. Assalomu alaykum. Mana bu archa bolta tumshug'i. Арчевый дубонос. Крупный представитель. Субвысокогорья. Mana bu nari. Nari mana. Kadrga tutish sal qiyin. Bular modalar. Modalari och ranglari. Chiroyli. Chiroyli ishlar. Nech puldan ekan archa? Bunisi 150 mingdan Donasini? 150 ming so'mdan ekan archa bolta tumshug'i. Bu degani taxminan $12 atrofida. Примерно $12 просит за арчевую чечевицу. A orqada katta chita ekan, u nech pul? Ha, nech pul? 150 ming beramiz bo'ladi. Bu olib keltirilgan, ha? Keltirilgan Rossiya. 150 ming so'm ekan. Katta chitak. Большая, за большую синицу просит, ну, тоже $12. Aha. Bitta zaryanka ham bor ekan. U nech pul? Zaryanka 100 ming so'm. Zaryanka $8. Salom. Sizlardanmi? Bu sizlardanmi? Assalomu alaykum. Yaxshi so'misiz? Qanaqa? Bu o'zingizdanmi? Bular ko'payadigan payti hozir, ha. Ancha kuchli, eskili, bo'lmasa qiladi. Ha, bular eng avj payti yaqinlashyapti, ko'payish. Eski ushlagan. Men nimaga domimni tagida qora shaqshaqlarni eshitolmansam, hammasi cho'kdi ekanmi? Narlar, tumshug'i sariqlar nar. Ben bu tarafga ham bir ko'ramiz endi. Lekin harakatlanish oson emas. Ben o'rtadan chiqamiz endi. Ayollarda bor ekan, qaraman. Bu zofobisa maydasi ekan. Anaqaga o'zi yeriga oldi. Maydasi nech puldan? Bemalol. Ha? Shu ovatgangiz nech pul? 12 ming. 100 grammi 12 ming. $1 ekanda, taxminan $1 dan sal kamroq. Mayda zofobus. 100 грамм мелкого зоофобуса, ну чуть меньше $1. За 100 грамм. Assalomu alaykum. Ana qafaslar. Qo'y sutiga topib Yong'oqdan yasalgan qafaslar ekan. Shunda ko'tarib ko'rsata olasizmi? Mana ozgina tushuntirib bersangiz, shuni bittasini olib. Bu nech puldan edi bu qafasingiz? 700 ming so'm ekan. Uzunligi 50 mi? Uzunligi 50 ekan, yong'oq. Bu simi Atsinkovka. 700 ming. Bu $60 ga yaqin ekanda, taxminan 55-60. 55-60 dollar. Qani kichkinacha, voy buni. Bu sotilmaydi, ha? Bu nech pul? 200 ming? Bu 200 ming so'm ekan, qadrli do'stlar. Yehe. Вот такая клетка. $15 просит за нее. Zo'r. Buningiz ham yaxshi ekan. Bu nech pul? Buni Yerigan. Ishigan bor ekan. Anu pasizidagi qapas nech pul? 400 ming? Bunisi 400 ming ekan. Bilmadim, ovoz qay darajada eshitilmoqda. Mana endi bu taraf hammasi savalar.
O'tasiz. Bunlarga chiqarib ko'ra oldinglar-da. Kanaplankalar qanchadan? Assalomu alaykum, yaxshi. 30 ga bordi. 30 ming a? 30 ming so'm ekan. Rahmat. $2 kanaplanka. Mana nechta pul? 30 mingdan. Assalomu alaykum. Qormanglar yaxshimisizlar? 1 kilo necha pul kilosi? Kilosi 13 ming, ikkitasi 25 ming. 1 kilosi 13 ming so'mdan ekan. Yanchilgan. Дробленный сапор. Упаковка килограмм. $1. Килограммовая упаковка $1. Он именно дробленный. Bermadi, bitta joyda bermadi. Rahmat. Tepalar va savalar. Bu juda o'zi stoykalari ham boshqacha. Borib iluv suv berasiz, baribir bilasiz, badani qizib boradi. Necha pullar bu savalar? 150 ming, 100 ming o'ziga qarab. 150 ming, 100 ming so'm atrofida. Qilich bo'lish kerak. 150 ming. 150 ming. Bittasi mana bu. 150 ming. Qizilbosh yo'roqlar. Ana bola sendan oldi shu boyaga yoshi ham bo'ldi. O turibsa oladi. Yo'roqlar qanchadan ekan? Qancha? 30 ming so'mdan $2. $2. Kanaplankalarchi? Bular ham shu narx bo'lsa kerak. 30 ming. Repalovlar ham 30 ming ekan narxi. Reptolini shuraga bular? Nechlarga munosib? 700. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Suvmisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? To'qishga to'qiyda. Assalomu alaykum. Pulini bilmayman, pulini. Jo'r. Nech pul ekan jo'r? 80 ming. Qancha ko'rinmay qoldi? Ha, ancha bo'luvdi tushmayapti. Bormay aka. Assalomu alaykum. Mana rasmga olib qo'ymayman, oqsoqol ekan. Hozir telefonni chuqur hamma tanib ketdi mana. Ha, 80 ming. Jo'r 80 ming ekan. $6 просит примерно за журбая. Alo, ancha 3 ta qopdi. Palova joydan olgan, katta qoldi, topolmadim. Ati kichkinasi bor, mayini bor. Aha, hop, hisob bo'ladi. Tovuslari, patlari ham chiqibdi. Voy, Buxoro chitlarini. Sizlardan emasmi? Eng bularni ko'payadigan davr mana motor, samka. Ba'zilari qurpayganroq. Bo'ladi, sizlardan bular? Bu tabiatda qoldimi? Yo, ko'payadigan paytda rosa tutib yuboribsizlar bularni.
Bu modalarni qo'yib yubormaysizlarmi bular? Она уже годовалая, это моя собственная вытащила. Выпущу ее потом, если не очень. А почем они? Пара 80. Bir juftda 80 ming ekan. За пару где-то 6 долларов просит. Примерно. Yo'qda ham savalar, o'tish qiyin, odam ko'p. Ko'k chumchuqlar. Bular necha puldan ekan? 30 mingdan. Ko'k chumchuqlar 30 ming so'mdan ekan. Zelenushki po 2 dollara. Mana tovus patlari. Бухарский синий. Пара 100. Salom alaykum. Necha puldan patlar? Ko'rsatmaylik. Donasi 2000 so'mdan ekan. Kattalari necha puldan? Kattasi 3000 hamroh olsin. Balan ekan. Bular necha pul? 5000 Bular 5000 so'mdan. 40 sent просит. За каждую. За каждое перо. Mana. Bu eng kattasi ham bor. Odamlar olib turishibdi. Oldin bir bizni bolaligimizda 80-yil o'rtalarida shunaqa odat bo'lardi. Ba'zilarga solib qo'yilardi. Bu tomonlarni aylan. Ha, Ro'shan aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamang. Sizimsiz Ro'shan aka? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha, xabarlashamiz Ro'shan aka? Assalomu alaykum. Xo'p. Shundoq. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bular ikkalasi ham moda. Buni o'zi eng yaxshi yo'l qo'yib yuborish kerak. O'tganda shoshmaydi-ku. Ziyablik bilan yurokki modasi. Uchirib yuborganingiz yaxshi biladi-da. Olmoqchi aka ishonib. Ha, nasa. Qolmang, salom alaykum. Ha, uchirishga sotib olmoqchi. Shunaqa? Bering sog'ib uchun. Bu lekin sayramaydi o'zi aslida. Tushunmadim. Ha, video ha. Videoga olaman. Shug'ullaningni bajarish. Yo'q, sizni olayotganim yo'q. Buni aslida hozir o'zingiz uchirib yuborganingiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki bu birinchidan moda, ikkinchidan sayramaydi ham. Ayniqsa ani yurok bor-ku, yurokni nari ham yaxshi sayramaydi. Mana mana. Bu modasi, buni nari ham. Ani uni nari sayraydi. Bu kichkina bola sotib olib uchirib yuboradi. Uchirib olmoqchi bo'ling. Qoyil. O'zlari uchirib yuboradilar. Ha, bularnikimi? Egasini vaqtida. Moda-da bu. Ukajon, buni qo'yib yuborish kerak aslida. Ikkalasi ham moda. Uchirib yuborgan yaxshi buni. Amallarga o'xshamadi-ku. Amallarga-ku. Uchirib yuborasizmi yo'q? Ha? Otingiz nima? Ha? Qobiljon. Qobiljon, buni qo'yib yuborganingiz yaxshi edi. O'zingiz tutganmisiz buni? Jabbor. Qo'yib yuborasizmi? Jabbor qanaqa? Zo'r, ha? Uchirib yuborsangiz zo'r bo'lardi. Ko'pchiligiga ibrat ham bo'lardi-da. Odamlar ko'rib ham maza qilardi. Ramazon oyida ham savob bo'lardi 2 barobar. Ha, Qobiljon, videoga ham olardim uchirishingizni. Tengqurlaringiz ko'rib, rosa xursand bo'ladi. Ha, zo'r bo'ladi. Chunki bu ikkalasi moda. Men sizlarni nima qiling uchirganingizda? Ko'rib. Ha? Yo'q. Uchirishadimi? Uchiradigan bo'ldinglarmi? O'tib olaylik endi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
Uchirasizlarmi? Yo'q, uchirmaydigan bo'ldilarmi? Aynan oldim. Telefonni oling. Yo'q, nega? Men jamoat joyida olyapman. Sizlarni olmayapman, qushni olyapman. Qo'yib yuborganinglar yaxshi edi tabiatga. Ha, Qobil, o'g'lingizmi? Aslida vaziyat qanaqa o'girilsa ham hozir qora shaqshaqlarni bozorda turishini o'zi bir achinarli holat. Bular ko'payadigan qushlar, erta ko'payadi bular. Xuddi shunga o'xshash boshqa turdagi qushlar, ya'ni Buxoro chitaklarini ham bozorda bu darajada ko'p bo'lishi aslida noto'g'ri. Bu qushlar ham erta ko'payadigan qushlar, ya'ni chittalar erta ko'payadi. Qadrli do'stlar, mana Toshkent shahri Qoraqamish dahasidagi qush bozorini sayr qildik. Bugungi sayrimiz u darajada uzoq bo'lmadi, uzoq davom etmadi. Tashqariga chiqaverishda juda qiziq manzarani guvohi bo'ldim. Qushlar bisyor ekan. Hozir tasvirga olaman. Mana shuni biz o'giramiz. Mana mana shu manzara. Anor iste'moli bilan band to'qishlar. Anor tozalab yeyishini ko'rdingmi? Juda baquvvat tumshuq. Chiroyli qushlar. Ko'rib turibsan-ku. Oyog'ingni qo'ymang. Ayniqsa bolajonlar maza qilib tomosha qilishyapti. Mana shu yoqimli notada bugungi lavhamizga yakun yasaymiz. Qadrli do'stlar, hammaning e'tibori uchun tashakkur. Дорогие друзья, вот на этой прекрасной, сочной ноте мы завершаем сегодняшний репортаж. Всем блага, удачи, успехов, mustahkam sihat, uzoq umr tilaymiz. Hammamizga bu sharofatli oy muborak bo'lsin. Keyingi loyihalarimizni uchrashguncha omon bo'ling.